Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Efirda futbol olami ko'rsatuvining navbatdagi soni. 12-14 aprel kunlari O'zbekiston Super Ligasida 7-tur bahslari bo'lib o'tdi. Turnir markaziy uchrashuvi poytaxtda o'tkazilib, unda musobaqa peshqadamlari Bunyodkor va Neftchi jamoalari o'zaro to'qnash kelishdi. Bugungi ko'rsatuvimizni ana shu o'yin sharhi bilan boshlaymiz. Narimonjon Ahmadjonovning 3 o'yinga diskvalifikatsiya qilinishi Bunyodkor chap qanot himoyasida muammolarni yuzaga chiqardi. Bosh murabbiy Ilyos Zeytullayev bu safar ushbu pozitsiyani aslida winger bo'lgan Muzaffar Olimjonov bilan yopishga qaror qildi. Islom Anvarov va Sardor Abdunabiyev zaxirada qoldi. Matya Krivokapich esa boshlanish tarkibga kiritildi. Raqib amaldagi chempion va ushbu mavsumi peshqadami bo'lishiga qaramasdan, murabbiy yana o'zi yoqtirgan 4-1-4-1 hujumkor sxemasini tanladi. Mavsumdagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib olgandan so'ng Neftchi ustozi Islombek Ismoilov boshlanish tarkibda 4 o'zgarishni amalga oshirdi. Muhsinjon Obaydullayev, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Jurani Ferrera va Stepi Peritsa zaxirada qoldi. Ular o'rniga Farruh Sayfiyev, Izzatilla Po'latov, Vladimir Yovovich hamda Zo'ra Marushichlar asosiy tarkibdan joy olishdi. Qizig'i, Neftchi ham 4-1-4-1 sxemasini tanladi. Neftchining yorqin o'yinlari muxlislarni befarq qoldirmayapti va jamoaning safardagi uchrashuvlarga ham ko'plab ishqibozlar tashrif buyurmoqda. Poytaxtga ham ular ko'pchilik bo'lib kelishdi. 2 kun oralig'ida Toshkentda Superliganing 2 ta bahsi o'tkazildi, lekin 2 xil taassurot qoldirdi. Paxtakor Mashal o'yini o'ta zerikarli o'tgan bo'lsa, Bunyodkor Neftchi bahsi ochiq futbol va kurashlarga boy bo'ldi. Raqibga ham ko'p narsa bog'liq. Mashal o'zi ham o'ynamagan, raqibiga ham o'yin bermagan edi. Bunyodkor aksincha chempionga kurash taklif etdi. Birinchi bo'limda ustunlik mehmonlar tomonida bo'lsa-da, maydon egalari ham imkon topildi deguncha hujumga zo'r berdilar. Ikkala jamoa ham himoyada bexato o'ynayotgani sabab o'yin durangga qarab ketayotgandi. Lekin farg'onaliklar bo'lim so'ngidagi standart vaziyatni golga aylantirishga muvaffaq bo'ldilar. Iskanderov burchakdan to'pni to'g'ri Jokichga yetkazib berdi. U dastlab boshi bilan to'pni sheriklariga yetkazmoqchi bo'ldi, lekin uni mezbon himoyachilar yana uning o'ziga qaytarishdi. Yovan Jokich bu safar oyog'i bilan kuchli zarba yo'lladi va to'p darvoza to'ridan joy oldi. Bunyodkor himoyachilari to'pni qaytarishda bir-birlariga xalaqit berishlari oqibatida to'p to'g'ri Jokichga kelib tushdi. U esa bu imkoniyatdan oqilona foydalandi. Tanaffusda Zeytullayev ikkita o'zgarishga qo'l urdi. U Bugarin va Krivokapichni o'yindan olib, ular o'rniga Hasanov hamda Plitnovni maydonga tushirdi. Qizig'i, bu bilan mezbonlar safida ikkita sof himoyachi qoldi. Murabbiy qolgan 3 o'zgarishni ikkinchi bo'lim yarmidan keyin amalga oshirdi. Toshmirzayev, Rahimjonov va Olimjonov o'z o'rnini To'raqulov, Umarov hamda Abdunabiyevga bo'shatib berdi. Qizig'i, bir muddat xorijda to'p surgan va terma jamoa bilan jahon chempionatiga borishni niyat qilib yurtimizga qaytgan Shahboz Umarov 2327 kundan so'ng Superligada yana maydonga tushdi. Ismoilov ham 5 ta o'zgarishni amalga oshirdi. U Marushich, Odilov, Yovovich, Ismoilov va Iskanderovni o'yindan olib, ular o'rniga Peritsa, G'iyosov, Ferrera, Yo'ldoshev hamda Jumayevni maydonga tushirdi. Birinchi bo'lim yakunida hisobni ochgan yo'lbarslar ikkinchi bo'lim yakunida ham uni oshirishlari mumkin edi. Lekin Peritsani yaqin masofadan yo'llagan zarbasidan so'ng qaldirg'ochlarni darvoza to'sini qutqardi. Jumayev unga to'pni qulay tarzda yetkazib berdi. Hujumchi oldida hech kim yo'q edi va u bemalol to'pni o'ziga moslashtirib olsa bo'lardi. Lekin Stepi to'xtatmasdan zarba yo'llashga qaror qildi va to'p darvoza to'sinida titratdi. So'nggi soniyalarda endi Xurshid G'iyosov qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Ratino unga to'pni qulay tarzda yetkazgandi va Xurshid darvozabon bilan yuzma-yuz chiqib keldi. Lekin Bunyodkor posboni Botti yana bir bor o'z jamoasini qutqardi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biriga aylandi. Neftchi bor yo'g'i bitta gol ura olganida uning hissasi katta bo'ldi. Yagona gol evaziga muhim g'alabaga erishgan farg'onaliklar navbatdagi 3 ochkoni qo'lga kiritdilar va Paxtakor bilan birgalikda peshqadamlikni davom ettiradilar. Lekin keyingi turda ularni yana bir jiddiy raqib Nasaf kutib turibdi. Moliyaviy tang holatda bo'lgan Bunyodkor esa mavsumdagi ikkinchi mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Har 3-4 kunda maydonga tushayotgan klublarda jangovar tonusni saqlab qolish uchun rotatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Raqib kuchli va o'yin safarda bo'lsa, ehtiyotkorlik birinchi planga chiqadi. Kuchsiz raqib va o'z maydonidagi o'yinda esa istagancha tajriba qilish mumkin. Paxtakor Mashal o'yinida mezbonlar ustozi Kamoliddin Tojiyev Farg'onada ko'p ter to'kkan 5 nafar shogirdiga dam berishga qaror qildi va ularni boshlanish tarkibga kiritmadi. Neftchi bilan o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushgan Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Sardor Sobirxo'jayev, Dostonbek Hamdamov va Rustam Turdimurodovlar bu safar zaxirada qoldi. Ular o'rniga Vladimir Nazarov, Dilshod Saitov,
Ibrohim Ibragimov, Bashar Resan hamda Pyotr Parjesheklar boshlang'ich tarkibga kiritildi. Sxema esa 4-2-3-1 ko'rinish oldi. Mashal safida bitta jiddiy yo'qotish bo'lib, jamoa sardori Humayo Murtazoyev diskvalifikatsiya tufayli jamoasiga yordam bera olmasdi. Bosh murabbiy Igor Surovning davolanish kursi cho'zilib ketdi va ma'lum bo'lishicha, u hali ham klub bazasida muolajalarni olayotgan mush. Avvalgi turda Bunyodkorda mag'lubiyat qabul qilib olingach, vaqtincha bosh bo'lib turgan Otabek Narzulayev, Sherzod Fayziyev, Nurjahon Muzaffarov va Vladko Stoyanovskiyni zaxirada qoldirdi. Ular o'rniga diskvalifikatsiya muddati yakunlangan Ibrohim G'anixonov, shuningdek Samandar Ochilov, Roman Hadjiyev hamda Augustin Kvem asosiy tarkibdan joy oldi. Barcha o'yinlarda mag'lub bo'layotgan Mashal bu safar 5 nafar himoyachi bilan o'ynashga qaror qildi. Ko'pchilik Paxtakor hujumkor ruhda o'ynaydi va yirik hisobda g'alaba qozonadi deb taxmin qilgandi. Lekin maydon egalari juda sust harakat qilishdi va ularda tajovuzkorlik yetishmadi. Murabbiy shogirdlariga qanday motivatsiya bergani bizga noma'lum, lekin futbolchilarning xayolida baribir yutamiz degan ishonch bor edi va ular asosan to'pni nazorat qilib, raqib xatosini kutib o'ynashdi. Dastlabki gol 40-daqiqada kiritildi. Saitovning qanotdan oshirgan to'pini Parjeshek ozgina to'g'rilab orqasidagi sherigiga yo'naltirdi va Jovino Flamarion uni to'xtatmasdan kuchli zarba yo'llab hisobni ochdi. Parjeshekning harakatiga shunchaki qoyil. O'tgan ko'rsatuvimizda Mashal g'alati gollar o'tkazayotgani to'g'risida fikr bildirgan edik. Bu safar ham shunday bo'ldi. Bo'lim nihoyasida Alijonov to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazdi. Mashal himoyachisi Shahboz Jo'rayev raqibni ham kutib o'tirmadi va to'pni o'z darvozasiga yo'llab avtogol muallifiga aylandi. U darvozadan 5 metr narida edi va to'pni bemalol maydon tashqarisiga chiqarib yuborsa ham bo'lardi. Lekin posbon qaytarishiga ishondimi, to'pni darvoza tomon yo'naltirdi va hisobdagi farqni oshirdi. Katta bosim uyushtirmasa-da, Paxtakor mahorat va tajriba evaziga birinchi bo'limni 2-0 hisobida o'z foydasiga hal qildi. Milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaroni aynan shu hol tashvishga solmoqda. Superliga o'yinlarini kuzatib, u ba'zi o'yinlarda futbolchilar 60 daqiqa atrofida yugurishlari, qolgan vaqtda esa to'p nazorati bilan shug'ullanishlari borasida fikr bildirdi. Aynan shuning uchun u PFLdan Superligada ishtirok etayotgan terma jamoa a'zolarini jahon chempionatidan 40 kun avval to'plashi va ularning jismoniy holatini me'yorga yetkazish uchun harakat qilishini so'ragandi. PFL terma jamoa manfaati uchun bu so'rovga ijobiy javob qaytardi. Zero bu qaror tufayli Superligada deyarli 3 oy tanaffus yuzaga kelsa ham. Ilk o'zgarishlarni mehmonlar amalga oshirishdi. Narzulayev avval Ochilov va Abdug'aniyevni o'yindan olib, ular o'rniga Nurdinov hamda Muzaffarovni maydonga tushirgan bo'lsa, keyinroq Kvem va G'anixonovni Stoyanovskiy hamda Ismoilovga almashtirdi. Aynan shu o'zgarishlardan so'ng muborakliklar birinchi javob to'pini kiritishdi. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan Nurdinov burchakdan to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi. Aliqulovning bosh bilan bergan zarbasini Nazarov qaytardi. Shahboz Jo'rayev takroriy zarba bilan darvozani ishg'ol qildi va bugungi dublini rasmiylashtirdi. Dastlab u o'z darvozasiga to'p kiritgan bo'lsa, endi raqib darvozasini ishg'ol qildi va aybini yuvdi. Paxtakorda o'zgarishlar paytida qiziq hol yuzaga keldi. Gap nima haqida ketayotganini bildirish uchun ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Real o'yinchisi Jude Bellinghamning boldirlari keng bo'lgani sababli Getriler uning oyog'ini siqar. Bu esa unga noqulaylik keltirardi. Keyin u Getrilerning oyog'ini siqadigan joyini kesib maydonga tushadigan bo'ldi. Uning teshik Getrilari butun dunyoga ommalashdi va boshqa futbolchilar ham undan o'rnak olishni boshladilar. Shu jumladan biznikilar ham. Ish shu darajaga borib yetdiki, oyog'i ingichka futbolchilar ham osilib qolgan Getrilerni teshishni boshlashdi. Sababi moda. Paxtakor Mashal o'yinining 60-daqiqasida mezbonlar safida ikkita o'zgarish amalga oshirishi belgilandi. Legionerlar Flamarion va Parjeshek maydonni tark etishlari elektron tabloda ko'rsatildi. Ular o'rniga Hamdamov hamda Turdimurodov o'yinga qo'shilishi lozim edi. Hamdamov maydonga tushdi. Futbolchilarni almashtirishga mas'ul bo'lgan hakamlarga esa Turdimurodovning Getrilari yoqmadi. Qanot hakami Shohruxbek Azamov zaxira hakami Azizbek Jumanovga holatga e'tibor qaratishni so'radi. Rostdan ham Getridagi teshiklar juda katta edi. Turdimurodovdan Getrilarni almashtirish so'raldi. Zaxiraga olinayotgan Parjeshek yana maydonga qaytdi. Bosh hakam Olim To'ychiboyev o'yinni davom ettirsa bo'lardi, lekin u negadir yordamchilar bilan bahslashdi va Turdimurodovni kutib turdi. Nihoyat Rustam Getrilarni almashtirib maydonga tushdi. Tushishi bilan esa sariq kartochka bilan siylandi. Qaydnomada ko'rsatilishicha, sportchiga xos bo'lmagan harakati uchun. Paxtakor ustozi keyinroq yana ikkita shogirdni almashtirdi. U Mazgavoy va Ibragimov o'rniga Sobirxo'jayev hamda Erkinovni o'yinga qo'shdi. Hisob bitta
to'p farqiga kelib qolgandan so'ng mezbonlarda mas'uliyat ham kuchaydi va ular hujumlar sonini ko'paytirdilar, lekin darvozalarga boshqa to'p kirmadi. Uchrashuvni 2-1 hisobida o'z foydasiga hal qilgan Paxtakor ochkolar sonini 18 taga yetkazdi va karvonboshilikni saqlab qoldi. Mashal esa antirekord o'rnatishda davom etmoqda. 7 o'yin, 7 mag'lubiyat. O'z stadioni ta'mirdaligi sabab Navbahor uy uchrashuvlarini poytaxtdagi Olimpiya stadionida o'tkazmoqda. Shunga qaramasdan namanganliklar kerakli ochkolarni jamg'arishda davom etmoqdalar. Bu safar lochinlar uchor turponlarni ishonchli tarzda mag'lub etishga muvaffaq bo'ldilar. Timur Kapadze boshlang'ich tarkibda 4 ta o'zgarishni amalga oshirdi. U Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Abbosjon G'ulomov va Muhammadali Usmonovlarni zaxirada qoldirdi. Ular o'rniga Quvondiq Ro'ziyev, Shohruxbek Abdurahmonov, Vanya Ilich hamda Ruslanbek Jiyanovlar asosiy tarkibda maydonga tushdilar. Navbahor hujum chizig'ida yo'qotishlar bor. Jarohatlangan Husayn Norchayev va Muhammadali G'iyosov qatoriga Zabihullo O'rinboyev ham qo'shildi va ular hozircha jamoaga yordam bera olmayaptilar. Aynan kichik jarohat tufayli Usmonov ham zaxirada qoldi, lekin u ikkinchi taymda o'yinga qo'shildi. Shu tufayli hozirda namanganliklar hujum chizig'i faqat legionerlardan iborat. Anvar G'ofurov esa boshlang'ich tarkibda 1 emas 7 nafar shogirdini almashtirishga qaror qildi. U Behruz Jumatovni qaydnomaga kiritmagan bo'lsa, Behruzjon Karimov, Behruz Shaydulov, Humoyun Sherbotayev, Behruz Oktamov, Sunnatilla Abdullajonov va Stefan Chinedularni zaxirada qoldirdi. Jamaldin Xo'janiyazov, Javohir Jo'rayev, 20 yoshli Behruz Shukrullayev, Sarvar Abduhamidov, Torniki Jebnyauri, Richard Friday hamda 22 yoshli Farruxjon Qodirovlar dastlabki 11 talikka kiritildi. Surxon 4 kun avval Olimpiya stadionida OKMK bilan kuch sinashgandi. Termizliklar o'yindan so'ng hech qayerga ketmay, mashg'ulotlarni poytaxtda davom ettirishdi va endi xuddi shu arenada Navbahorga qarshi maydonga tushishdi. Uchrashuvda hisob 26-daqiqada nominal maydon egalari tomonidan ochildi. Mirsaidov to'pni jarima maydonchasi ichidagi sherigiga aniq yetkazib berdi va Alex Fernandes uni to'xtatmasdan darvozaga yo'llab jamoasini oldinga olib chiqdi. Jarima maydonchasi ichida Surxonning 6 nafar a'zosi bor edi, lekin braziliyalik futbolchi to'pni qabul qilayotganida uni hech kim qo'riqlamayotgandi va hujumchi bu imkoniyatdan oqilona foydalandi. Birinchi bo'lim nihoyasida mehmonlar jiddiy yo'qotishga duch keldilar. Surxon posboni Davron Merganov raqib hujumini qaytarishda Katulondi bilan to'qnashib ketdi va jiddiy jarohat oldi. Hakam Navbahor o'yinchisini ogohlantirdi. Posbon esa o'yinni davom ettira olmadi va Artyom Patapov bilan almashtirildi. Birinchi bo'limda darvozalarga boshqa to'p kiritilmadi. Tanaffusda Surxon ustozi yana 3 ta o'zgarishni amalga oshirdi. U Jo'rayev, Jebnyauri va Qodirovni o'yindan olib, ular o'rniga Behruzjon Karimov, Sherbotayev hamda Chineduni maydonga tushirdi. Lekin Karimov maydonda bor yo'g'i 17 daqiqa harakat qildi. Aniqrog'i 15 daqiqa o'ynadi. Yana 2 daqiqa cho'loqlanib yurdi va nihoyat yerga o'tirib oldi. Vaholanki u ko'rinishdan oddiy epizodda jarohat olgan va o'yinni davom ettirgan edi. Lekin shifokorlar uni dastlabki ko'rikdan o'tkazgach, Karimov bu yoqqa o'ynay olmasligi oydinlashdi va u Shaydulov bilan almashtirildi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Behruzjonning oyoq suyagi singan ekan. O'ng qanot himoyasida Hojiakbar Alijonovga munosib o'rinbosar sifatida ko'rilayotgan yosh iqtidorning bu holati milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaroda ham tashvish uyg'otdi va u futbolchi oyog'ining rengin suratlarini italiyalik mashhur shifokorlarga jo'natdi. O'z navbatida biz ham milliy terma jamoa a'zosiga shifo tilaymiz va jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilishiga tilakdoshmiz. Bu kutilmagan jarohat bosh murabbiy G'ofurov rejalarini ham o'zgartirib yubordi. U majburan 5-o'zgarishni ham amalga oshirdi va shu bilan o'zgarishlar limiti tugadi. Oldinda esa yarim soat o'yin vaqti bor edi. Kapadze ham ilk o'zgarishida bir yo'la 3 shogirdini almashtirdi. U Abdurahmonov, Katulondi va Ro'ziyevni o'yindan olib, ular o'rniga Xolmatov, Usmonov hamda Teydini maydonga tushirdi. Navbahor bosimni yanada oshirdi va 78-daqiqada hisob 2-0 ga yetdi. Jiyanovning uzatmasini Vanya Ilich to'g'ri darvozaga yo'naltirdi va to'p to'rdan joy oldi. Surxon futbolchilari sun'iy ravishda o'yindan tashqari holatni yuzaga keltirishda mo'ljalni aniq olmadilar. Natijada gol muallifiga hech kim qarshilik ko'rsatmadi va u qiyinchiliksiz darvozani ishg'ol qildi. Shundan so'ng namanganliklar ustozi so'nggi 2 o'zgarishni amalga oshirdi. U legionerlar Ilich va Fernandesni o'yindan olib, ular o'rniga mahalliy futbolchilar Komilov hamda G'ulomovni maydonga tushirdi. Uchrashuvda lochinlar 2-0 hisobda g'alaba qozondi va ochkolar sonini 15 taga yetkazgan holda 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Dastlabki 3 turni mag'lubiyatsiz o'tkazgan Anvar G'ofurov shogirdlari ilk bor yengilishdi. Achinarlisi, Surxon 2 to'p farqi bilan yengilishdan tashqari 2 yetakchi futbolchisini ham ma'lum vaqtga yo'qotdi. 7-turdan so'ng ba'zi nashrlarda Buxoro safarda Nasaf bilan durang o'ynadi degan sarlavhaligi ko'zimiz tushdi.
Hujjat bo'yicha bu to'g'ri. Sababi Nasaf mezbon, Buxoro esa mehmon maqomida bo'lgan. Lekin o'yin Buxoroda bo'lib o'tgani inobatga olinsa, hamma narsa chalkashib ketadi. Qarshidagi maydon hali bitmagani tufayli ajdarlar buqalarni ularning maydonida qabul qilishga majbur bo'ldilar. Ro'ziqul Berdiyev diskvalifikatsiya muddatini o'tayotgani uchun o'yinni tribunadan kuzatdi. Uchrashuv paytida jamoani uning yordamchisi Shuhrat Toshpo'latov boshqardi. Lekin boshlang'ich tarkibni aniqlash va o'yin paytidagi almashtirishlar baribir Berdiyev ko'rsatmasi bilan amalga oshirilgani hech kimga sir emas. Asosiy posbon Abduvohid Ne'matov jarohat olganligi sababli Buxoro bilan bahsda darvozani 21 yoshli Samandar Murodbayev qo'riqladi. Boshlang'ich tarkibda boshqa o'zgarish kuzatilgani yo'q. Avvalgi turda Qizilqum ustidan zafar quchgan Buxoro boshlang'ich tarkibida o'zgarish ko'zga tashlanmadi. Nasafning kutilmaganda Buxoroga tashrif buyurishi mahalliy muxlislarda katta qiziqish uyg'otdi va stadionga odatdagidan ko'proq 8000 ga yaqin tomoshabin tashrif buyurdi. Maydon chimining yaxshi ahvolda emasligi kombinatsion futbolni xush ko'radigan Nasaf a'zolariga qiyinchilik tug'dirdi va o'yindan keyin qarshiliklar ustozining ta'kidlashicha, jamoa ham raqib bilan, ham maydon bilan kurashgan. Shunga qaramasdan, birinchi bo'lim nihoyasida hisob aynan mehmonlar tomonidan ochilishi mumkin edi. Lekin Abdurahmatovning yaqin masofadan to'pni darvozaning yuqori burchagiga joylab qo'yish rejasi o'xshamadi va uning zarbasi noaniq chiqdi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Tanaffusda murabbiylar o'zgarishlarga ehtiyoj sezishmadi. Uchrashuvda hisobni ochish baribir Zafar Murod Abdurahmatovga nasib etdi. 60-daqiqada qarshiliklar o'ng qanot bo'ylab hujum tashkil etdilar. Qanotdan markazga uzatilgan to'pni Buxoro himoyachilari qaytardilar. To'p Abdurahmatovga kelib tushdi. U jarima maydonchasiga kirib o'tirmay, zarba yo'llashga qaror qildi va mo'ljalda adashmadi. Abdurahmatov raqib posboni yaqin burchakni yopganini ko'rib, olis burchak tomon zarba yo'lladi. To'p avval ustunga tegib, so'ngra darvoza to'ridan joy oldi. Buxoro posboni Hamroyev to'pga tashlanishga ham ulgurmadi. Goldan so'ng Buxoro ustozi Hamyakov o'zgarishlarga qo'l urdi. U avval Esonov va Ro'ziyevni o'yindan olib, ular o'rniga Kachavara hamda Jo'rayevni maydonga tushirgan bo'lsa, keyinroq Rodich va Ubaydullayevni Jo'raboyev hamda Begichga almashtirdi. O'zgarishlar mezbonlarga samara berdi va ular hujumlar sonini ko'paytirishdi. 62-daqiqada Rodichning zarbasidan so'ng mehmonlarni darvoza to'sini qutqardi. 77-daqiqada esa maydon egalari javob golini kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Jo'raboyev to'pni qanotdan markazga yetkazganda, Kacharavaning chalqancha usulda yo'llagan zarbasi o'xshamadi. Lekin Koptok darvoza oldidagi Temur Mamasiddiqovga kelib tushdi va u yaqin masofadan to'pni darvozaga joylab qo'ydi. Ahamiyat bering, Kacharava maydon markazida to'p uchun kurashda yiqilib tushgan edi, lekin darhol o'rnidan turib jarima maydonchasiga kirib bordi va o'zi bilmagan holda golli uzatma muallifiga aylandi. Abdurahmatov Jo'raboyevga na to'pni qabul qilishda, na uzatmani amalga oshirishda qarshilik ko'rsatmagani hayratlanarli. Aynan shu goldan so'ng u o'yindan olindi va Abdunazarov bilan almashtirildi. O'tgan o'yinda hakam bilan tortishgan Nasaf sardori Umarbek Eshmurodov sariq kartochka bilan jazolangan va Ro'ziqul Berdiyev maydonga tushib uni tinchlantirmaganda sariq qizilga aylanishi ham mumkin edi. Bu safar ham u gol toza kiritilmagan deb ehtiroslarini jilovlay olmadi va hakam bilan tortishdi. Uni tinchlantirish mumkin bo'lgan ustozining o'zi tribunada o'tirgan edi. Eshmurodov noroziligini qo'pol tarzda bildirgani uchun bosh hakam Askar Najafaliyev unga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatdi. Uchrashuv yakunlanishiga 15 daqiqa vaqt qolgan edi va bir kishi ko'p bo'lib qolgan buqalar butun jamoa bo'lib oldinga tashlandilar. Endi durang ham qo'ldan boy berilishi mumkinligini his qilgan Nasaf ustozi hakam qo'shib bergan daqiqalarda qo'sh o'zgarish orqali taktik sxemani o'zgartirdi. U Rahmatov va Abduxoliqovni Berdirahmonov hamda Usmonovga almashtirdi. Uchrashuvda hisobni ochgan ajdarlar bir amallab durangni saqlab qolishdi. Bu safarda qo'lga kiritilgan ochko sifatida qayd etildi. Lekin ikkinchi davrada ham tomonlarning o'zaro uchrashuvi shu yerda o'tkazilishini inobatga olish zarur. O'tgan mavsum sovrinli o'rinlar uchun kurashgan Dinamo o'z maydonida Bunyodkordan 0-3 hisobida qaqshatqich zarba qabul qilib olgan va yakuniy medallardan mosuvo bo'lgandi. O'sha o'yinda qaldirg'ochlar hujumchisi Temurxo'ja Abduxoliqov 2 golga mualliflik ham qilgandi.
Oradan 10 oy o'tib, samarqandliklar o'z maydonlarida endi poytaxtning boshqa klubi Lokomotivga 1-2 hisobida mag'lub bo'ldilar. Abduxoliqov bu safar ham dublga erishdi. Bu esa Abramov o'zi yaxshi bilgan sobiq shogirdiga qarshi vaksina topa olmayotganligini ko'rsatadi. 4 kun oldin So'g'diyonani qiyinchilik bilan mag'lub etgan Dinamo ustozi boshlang'ich tarkibda 3 ta o'zgarishni amalga oshirdi. Kingsley Sarfo qaynomaga kiritilmagan bo'lsa, jamoadagi 2 Ulug'bek, Abdullayev va Hoshimov zaxirada qoldi. Ular o'rniga Mauro Brazil, Dramen Salov hamda Behruzjon Abloqulovlar asosiy tarkibdan joy olishdi. Bunyodkor bilan o'yindan keyin janjalda ishtirok etgan Lokomotiv a'zosi Abdulloh Yo'ldoshev tartib intizom qo'mitasi qarori bilan 3 o'yinga diskvalifikatsiya qilindi va Samarqandga bormadi. Bosh murabbiy Mirko Yelichich faqat bitta o'zgarishga qo'l urdi. Sunnatulla Poyonov zaxirada qoldi va uning o'rnini Alek Zateyev egalladi. Murabbiy Samarqanddagi o'yinga 5-3-2 sxemasini qo'lladi. Uchrashuvda hisob 34-daqiqada mehmonlar tomonidan ochildi. To'p oldingi chiziqqa yetkazilganda Dinamo posboni Neymarov xavfni bartaraf etish maqsadida oldinga yugurib chiqdi va uni oldinroqqa tepib yubordi. Lekin Koptok yana mehmonlarga kelib tushdi. Raqib posboni jarima maydonchasidan tashqariga chiqib ketganini ko'rgan Temurxo'ja Abduxoliqov to'pni olis masofadan darvozaga yo'llashga qaror qildi va mo'ljalda adashmadi. Darvozabon oldinga chiqib ketganini ko'rgan himoyachilar uning o'rnini egallaganlarida bemalol to'pni qaytarishga ulgurardilar. Lekin ular kech harakat qildilar va Abduxoliqov deyarli bo'sh darvozani nishonga oldi. Bu shubhasiz turning eng chiroyli gollaridan biriga aylandi. Maydon egalari butun jamoa bo'lib oldinga tashlandilar va oradan 5 daqiqa o'tib, temir yo'lchilarning tezkor qarshi hujumlari navbatdagi gol bilan yakun topdi. Qanotdan qochib ketgan To'pliyev to'pni markazdagi sherigiga yetkazib berdi. Abduxoliqov darvozaga ayyorona usulda zarba berdi va bu safar ham mo'ljalda adashmadi. U shunchaki zarba bergani yo'q, balki darvozaning burchagini nishonga oldi va darvozani ishg'ol qildi. Temurxo'janing ikkala goli ham tajriba asosida amalga oshganini ko'rish mumkin. Yoshlar undan o'rnak olsalar arziydi. Birinchi bo'lim 0-2 hisobda yakunlangani Dinamo ustozini jahlini chiqardi va u tanaffusda bir yo'la 4 nafar shogirdini o'yindan oldi. Brazil, Mavretich, Salov va Obloqulov o'z o'rnini Jumaboyev, Yo'ldoshev, Amonov hamda Abdurahmonovga bo'shatib berdi. Ikkinchi bo'limda Arslonlar bosimni kuchaytirdilar va bu 61-daqiqada o'z samarasini berdi. Bu gol ham futbolchining individual mahorati evaziga amalga oshirildi. Azizbek Omonov raqib o'yinchilaridan bir nechtasini aldab, to'pni o'ziga moslashtirib oldi va kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol qilib, hisobdagi farqni qisqartirdi. Bu bilan Omonov aslida asosiy tarkib o'yinchisi ekanini ham isbotladi. Goldan so'ng Abramov so'nggi o'zgarishga ham qo'l urdi. U Hoji Mirzayevni Halilovga almashtirdi. Shu bilan mezbonlar limiti tugadi va qolgan yarim soat davomida jamoa faqat maydondagi futbolchilar bilan o'yinni davom ettirishi ma'lum bo'ldi. Mehmonlar ustozi esa qolgan yarim soat davomida shogirdlarini 3 ga bo'lib almashtirdi. Dastlab u Nurulloy va Reimovni o'yindan olib, ular o'rniga Ibrahimov hamda Nishichni o'yinga qo'shgan bo'lsa, keyinroq Muhammadiy va Tupliyevni Poyonov hamda Shodiboyevga almashtirdi. O'yin so'ngida esa Abduxoliqov qarsaklar ostida o'z o'rnini Zoirovga bo'shatib berdi. Hisobdagi farq qisqargandan keyin muxlislar o'tgan o'yindagidek tezkor kambekka umid bog'ladilar. Dinamo ham butun jamoa bo'lib oldinga tashlandi, lekin qarshi hujumda o'z darvozasidan navbatdagi to'pni olib chiqishiga oz qoldi. 82-daqiqada Abduxoliqov darvoza oldidagi sherigini to'p bilan ta'minladi. Shodiboyev yaqin masofadan zarba bergandi, biroq Neymanov bu safar jamoasi muqarrar goldan saqlab qoldi. Hakam qo'shib bergan daqiqalarda Amonov hisobni tenglashtirishi mumkin edi, ammo bu safar mehmonlar posboni Kozlov ajoyib seyfi bilan xavfni bartaraf etdi. So'nggi daqiqalarda mezbonlar to'pni burchakdan o'yinga kiritishdi. Jarima maydonchasi ichida tala to'p boshlandi va Dinamo futbolchilari to'p raqib a'zosi qo'liga tegdi deb penalti talab qilishdi. Bosh hakam Rustam Choriyev o'yinni davom ettirish lozimligini bildirdi. Bunga javoban Abdurahmonov hakam qaroriga norozilik bildirdi. Bosh hakam cho'ntagidan sariq kartochka chiqardi va uni futbolchiga ko'rsatdi. Bu zaxiradan o'yinga qo'shilgan Firdavs Abdurahmonovning o'yindagi ikkinchi sarig'i bo'lgani sababli u avtomat tarzda qizilga aylandi va futbolchi maydondan chetlatildi. Dinamo bitta kam bo'lib qolganiga qaramay, so'nggi soniyalargacha hujumni tindirmadi, lekin mag'lubiyatdan qutulib qola olmadi. Samarqandliklar ushbu mavsumda 4 bor o'z uylarida o'yin o'tkazgan bo'lsalar, shundan ikkitasida maydonni boshlari egik holda tark etishdi. Bu esa muxlislar tashrifiga ta'sir etmasdan qolmaydi. Lokomotiv esa ushbu g'alabadan so'ng ochkolar sonini 11 taga yetkazib oldi. Qizig'i, jamoaning so'nggi 4 goli ham Temurxo'ja Abduxoliqov hisobiga yozilgan. 5-turda Neftchi darvozasini ishg'ol qilgan hujumchi o'tgan turda Xorazm darvozasiga to'p yo'llagandi. Dinamo bilan bahsda esa u dubl muallifiga aylandi. Asosiy maqsad terma jamoa safidan joy olish shekilli.
O'tgan turda Andijon o'z maydonida Navbahorga mag'lub bo'lgandan so'ng jamoa bosh murabbiyi Samvel Babayan iste'foga chiqarilgani borasida gap so'z tarqaldi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Babayan viloyat rahbaridan unga so'nggi imkon berilishi, unda ham o'xshamasa, o'zi ariza yozib ketishini ma'lum qilgan. Oradan 5 kun o'tib, OKMK bilan o'yinda o'sha so'nggi imkoniyat berildi. Andijon yana o'z maydonida mag'lub bo'ldi va Babayan so'zda turib, o'z iste'fosini e'lon qildi. Navbahordan mag'lubiyat qabul qilib olingach, Andijon ustozi boshlang'ich tarkibda ikkita o'zgarishni amalga oshirdi. Igor Golban qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Jamshid Boltaboyev zaxirada qoldi. Ular o'rniga Abdulvohid G'ulomov hamda Muhammadkarim Toyirov asosiy tarkibdan joy oldi. Mirjalol Qosimov ham boshlang'ich tarkibda ikkita o'zgarishga qo'l urdi. Arixiro Sentoku va Asadbek Sobirjonov zaxirada qoldi. Mirjamol Qosimov hamda Urosh Koyich dastlabki 11 talikka kiritildi. Mezbonlar uchun bu hayot-mamot jangi bo'lishi mumkinligini bilgan olmaliqliklar murabbiyi sxemani o'zgartirdi va ikkita tayanch yarim himoyachi bilan o'ynashga qaror qildi. Uchrashuvni maydon egalari hujumkor ruhda boshladilar va 19-daqiqada hisobni ochishlari mumkin edi. Lekin Turg'unboyevning zarbasini OKMK posboni Ilyosov ajoyib reaksiya bilan qaytardi. Oldindan aytib o'tish darkor, shu kuni Ilyosov jami 8 ta sefni amalga oshirdi va jamoasi g'alabasiga munosib ulush qo'shdi. O'yinda hisob esa 29-daqiqada mehmonlar tomonidan ochildi. Muhammadjonov himoyada raqibni aldayman deb to'pni oldirib qo'ydi va bu xato jamoasiga qimmatga tushdi. To'pni egallab olgan Nodirbek Abdurazzoqov oldinga intildi. Jarima maydonchasiga yetib keldi va kuchli zarba yo'llab jamoasini oldinga olib chiqdi. U va jamoadoshi Koyich raqibga yuqori pressing uyushtirdi va to'pni egallab olishdi. Andijon posboni Davronov yaqin burchakka yo'naltirilgan to'pni qaytara olmadi. Navbahor bilan o'yinda provokatsiyalar bilan muxlislarni o'rnidan to'rg'azgan Muhammadjonov esa endi ishqibozlar so'kishiga qoldi. Yuqorida biz Ilyosovning seflari jamoasini qutqargani borasida ma'lumot berdik. Lekin uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi u emas, Abdurazzoqov bo'ldi. Bahsda hisobni ochgan Nodirbek oradan 5 daqiqa o'tib golli uzatmani amalga oshirdi va mehmonlar g'alabasiga eng katta ulushni qo'shdi. Mezbonlar bu safar maydon markazida to'pni yo'qotdilar. Koptok eng oldingi chiziqqa yetkazildi. Abdurazzoqov uni ta'qib qilayotgan Muhammadjonovni aldab o'tdi va to'pni darvoza tomonga yetkazdi. Urosh Koyich tizzasi bilan to'pni darvozaga joyladi va hisobni ishonchli ko'rinishga keltirdi. Uni qo'riqlayotgan To'xtaxo'jayev qarshilik qilishga ham ulgurmadi va mezbonlar yana bir bor to'pni o'z darvozalaridan olib chiqdilar. Goldan keyin Andijon ustozi tanaffusni ham kutib o'tirmadi va Muhammadjonovni Yo'ldoshevga almashtirdi. Birinchi bo'lim shu hisobda yakun topdi. Tanaffusda Babayan yana 3 ta o'zgarishga qo'l urdi. U Usmonaliyev, Toyirov va Boakeni o'yindan olib, ular o'rniga Abdumannopov, Boltaboyev hamda Cheranni maydonga tushirdi. Keyinroq esa Turg'unboyevni Sodiqovga almashtirdi. Qosimov esa o'yinni borishga qarab taktik o'zgarishlarni amalga oshirdi. U dastlab Koyich va Xolmurodov o'rniga Abdurahmonov hamda Senagani o'yinga qo'shgan bo'lsa, keyinroq Abdurazzoqov va Papavani Sobirjonov hamda Turdaliyevga almashtirdi. Maydon egalari butun jamoa bo'lib oldinga intildilar va darvozani o'qqa tuta boshladilar. 67-daqiqada Abdumannopovning zarbasidan so'ng to'p posbondan ham o'tgan edi. Lekin darvoza chizig'ida turgan Karimov Koptokni tanasi bilan qaytarib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Ketma-ket hujumlar baribir samarasini berdi va burgutlar o'yin tugashiga 5 daqiqa qolganida birinchi javob to'pini kiritdilar. Xoldorxonov to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazdi va hujumga qo'shilgan Ibrohim Yo'ldoshev uni boshi bilan darvozaga yo'llab, hisobdagi farqni qisqartirdi. Odatda futbolchi sobiq jamoasiga gol urganda uni hurmat yuzasidan tantanavor nishonlamaydi. Biroq muxlislar ko'z o'ngida o'ta muhim gol urgan OKMKning sobiq a'zosi ehtiroslarini yashira olmadi va jamoasini oxirigacha kurashga undadi. O'tgan ko'rsatuvimizda olmaliqliklar kambeklar qurboni bo'layotgani borasida fikr bildirgan edik. Bundan to'g'ri xulosa chiqargan Mirjalol Qosimov so'nggi o'zgarishni amalga oshirdi va Haqnazariy o'rniga Toyirovni maydonga tushirdi. Bu bilan mehmonlarda himoyachilar soni 5 taga yetdi va mudofaa yanada zichlashdi. Bahsning so'nggi daqiqalari burgutlar ustunligida o'tdi, lekin ularga yana bir to'p kiritib, mag'lubiyatdan qutulib qolish uchun vaqt yetmadi. Andijon jamoasi tarixda kamdan kam sodir bo'ladigan voqelikni amalga oshirdi. Ya'ni ketma-ket 2 marta o'z uyida mag'lub bo'ldi.
Uchrashuvdan so'nggi matbuot anjumanida Samvel Babayan iste'foga chiqqanini e'lon qildi va muhim xabarni yetkazdi. 2 yillik shartnomasi bo'lgan 54 yoshli mutaxassis klubni moliyaviy tomondan qiyin holatga tushirishni xohlamasligini ta'kidladi va tovon puli olmasligini ma'lum qildi. Mana bunisi erkakcha qaror bo'libdi. Uning o'rniga mahalliy mutaxassis Islom Ahmedov vaqtincha bosh murabbiy sifatida tanishtirildi. Okemka esa mavsumdagi 2-g'alabasiga erishdi va qizig'i, ularning ikkalasi ham safarda qo'lga kiritilgan. Mirjalol Qosimov shogirdlari xavfli zonani tark etishdi va o'rta pog'onadan joy olishdi. 14-aprel kuni Xorazmda kuchli shamol bo'ldi va chang-to'zon ko'tarildi. Aytishlaricha, shamolning kuchliligidan ba'zi uylarning tom qismi ham uchib ketgan. Xuddi o'sha kuni Urganchda Xorazm 1912 jamoalari o'rtasida Superliga bahsi bo'lib o'tishi lozim edi. O'yin boshlanishiga yaqin shamol tindi, yomg'ir yog'ishni boshladi, chang-to'zon yo'qoldi. Futbolchilar sun'iy maydonda shivalab yog'ayotgan yomg'ir ostida maza qilib to'p tepdilar. Xorazm bosh murabbiyi Sergey Tokov boshlanish tarkibda ikkita o'zgarishni amalga oshirdi. Rafael Sabino qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Azizjon Ahrorov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Nodirbek Abduxoliqov hamda Yanis Leri asosiy tarkibdan joy oldilar. Qo'qonliklar ustozi Andrey Shipilov 3 ta o'zgarishga qo'l urdi. U nasab bilan o'yinda qo'pol xatoga yo'l qo'ygan va o'tkazib yuborilgan golga sababchi bo'lgan Andro Gergadze. Shuningdek, Javohir Siddiqov va Shohruh Gadoyevni zaxirada qoldirdi. Jasurbek Yoqubov, Javohir Husanov hamda Muhammad Anas Hasanovlar esa dastlabki 11 talikka kiritildi. Chang-to'zon va yomg'ir muxlislarni cho'chitmadi va shu kuni Xorazm sport majmuasiga 6000 ga yaqin tomoshabin tashrif buyurdi. Maydon egalari uchrashuvni hujumkor ruhda boshladilar va 5-daqiqadayoq hisobni ochishga muvaffaq bo'ldilar. Abduxoliqov burchakdan to'pni o'yinga kiritganda, himoyachilar ko'p-to'pni yana uni o'ziga qaytarishdi. Bu safar Abduxoliqov to'pni yerlatib jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi. Bu Bakr Traorening zarbasini yana mehmonlar qaytarishdi, lekin bir qancha teginishlardan so'ng to'p yana Traorega kelib tushdi va u aniq zarba bilan darvozani ishg'ol qildi. Mehmonlarga javob to'pini kiritish uchun 20 daqiqa kifoya qildi. Outdan to'pni o'yinga kiritgan Akramov yana uni qabul qilib oldi. Mezbon himoyachilarni ortda qoldirib, ko'p to'pni Husanovga yetkazdi. U o'z navbatida darvoza oldida turgan jamoadosini to'p bilan ta'minladi va Silvanus Nimeli oyog'ini tashqi tomoni bilan zarba berib, darvozani ishg'ol qildi. Birgina Ortiqboyevning sust harakati ana shu golga olib keldi. U Akram bilan oxirigacha kurashmadi. Natijada raqibining gollik kombinatsiyasi boshlandi. Husanovdan aniq uzatma va Nimeli uni g'aroyib usulda nihoyasiga yetkazdi. Nimelini qo'riqlayotgan Otaxonov ham uning kutilmagan zarbasiga qarshilik ko'rsata olmadi. Birinchi bo'lim 1-1 hisobida yakunlandi. Tanaffusda jamoalar tarkibida o'zgarishlar ko'zga tashlanmadi. Ikkinchi bo'lim boshi maydon egalariga omadli keldi. Pirmuhammadov chetga chiqib ketayotgan to'pga yetib oldi va uni jarima maydonchasi ichidagi sherigiga yetkazib berdi. Abduhamidov o'z navbatida ko'ptokni jamoadoshiga qulay tarzda uzatdi. Hujumga qo'shilgan Sunnatulloh Hamidjonov to'pni to'xtatmasdan darvozaga yo'lladi va jamoasini yana hisobda oldinga olib chiqdi. Qo'qonlik himoyachilar jarima maydonchasi ichidagi raqiblarni qo'riqlayotgan edilar, lekin Hamidjonovning kirib kelishini hech kim kutmagan edi va u to'siqsiz zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Hisobda ortda qolayotgan qo'qonliklar ustozi qo'sh o'zgarishni amalga oshirdi. Maydondagi Hasanov va Husanovlar o'z o'rinlarini Siddiqov hamda Gadoyevga bo'shatib berdilar. 60-daqiqada hisob yana tenglashdi. Malikjonovning o'ng qanotdan uzatmasi to'g'ri darvozabonga borgani uchun xavf tug'dirmayotgandi, lekin posbon va himoyachi bir-birlarini tushunmadi va natijada avtogol sodir bo'ldi. Xorazm posboni Stoshich to'pni na ushlab oldi, na mushtlari bilan chetga qaytardi. Aksincha, uni to'g'ri jamoadoshiga yo'naltirdi. To'p Sunnatulloh Hamidjonovga tegdi va darvoza to'rdan joy oldi. Shu tariqa Hamidjonov ham bugungi duumini rasmiylashtirdi. Dastlab raqib, so'ngra o'z darvozasini ishg'ol qilgan holda. Shundan so'ng murabbiylar qolgan o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Tokov, Abduhamidov, Traore va Abduxoliqovni o'yindan olib, ular o'rniga Ismoilov, Ahrorov hamda Nugmanovni maydonga tushirgan bo'lsa, Shipilov, Nimeli va Gvazavani Tapatadze hamda Salimovga almashtirdi. Salimov o'yinga qo'shilgandan so'ng o'zining o'ng qanot himoyasidagi o'rnini egalladi. Ungacha bu pozitsiyada harakat qilgan Malikjonov esa yarim himoyaga ko'tarildi.
70-daqiqada Xorazm g'alabani ilib ketishi mumkin edi. Leri posbondan chaqqonroq harakat qilib, to'pga bosh bilan zarba bergan edi, lekin u mo'ljalda adashdi. Bahsning so'nggi daqiqasida mehmonlar bir kishi kam bo'lib qoldilar. Asliddin Toshtemirov o'z jarima maydonchasi yaqinida Aqrorovni yiqitdi. Bosh hakam Jasur Muxtorov qoidabuzarni ogohlantirdi. Bu Toshtemirovning ushbu bahsdagi ikkinchi sariq kartochkasi bo'lgani sababli u darhol qizilga aylandi va futbolchi o'yindan chetlatildi. Jarima zarbasi sulporlar uchun so'nggi imkoniyat edi, lekin zaxiradan o'yinga qo'shilgan Nugmanov juda noaniq zarba yo'lladi va imkoniyatni qo'ldan chiqardi. Qiziqarli va kurashlarga boy o'yin 2-2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi. O'tgan yil Superligada jon saqlab qolish uchun o'tish o'yinlarida ishtirok etgan bu ikki jamoa ushbu mavsumda ancha mazmunli o'yinlar ko'rsatmoqda. Xorazm hozircha 8-o'rinni egallab turgan bo'lsa, Qo'qon 1912 jamoasi 11-pog'onaga joylashgan. Qizilqum o'tgan mavsumni qoniqarsiz boshlagani sababli bosh murabbiy almashdi va jamoani mahalliy mutaxassis Akmal Rustamov qabul qilib oldi. Uning boshqaruvida navoiyliklar xavfli zonani tark etdilar va musobaqani o'rta pog'onada yakunladilar. Klub murabbiy ishidan qoniqdi va bu mavsumda ham jamoani unga ishonib topshirdi. Eng muhimi, asosiy tarkib saqlab qolindi. Lekin oltin izlovchilar ushbu mavsumda ham qoniqarsiz boshladilar. 7 o'yin, 2 g'alaba va 5 mag'lubiyat. Achinarlisi, mag'lubiyatlarning 3tasi o'z maydonida qabul qilib olingan. Avvalgi turda Buxorodan mag'lubiyat qabul qilib olingandan so'ng Qizilqum ustozi boshlanish tarkibda 4 o'zgarishni amalga oshirdi. Ilhomjon Vahobov qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Alisher Shukurov, Samandar Shukurulayev va Shohruz Narxonov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Bobomurod Bozorov, G'iyosjon Rizaqulov, Fayzullobek Jumanqo'ziyev hamda Shahzod Turopovlar asosiy tarkibdan joy olishdi. Sxema esa 4-4-2 qilib belgilandi. O'tgan turda Dinamodan alamli mag'lubiyat qabul qilib olgan Sog'diyona boshlanish tarkibida esa 3 ta o'zgarish ko'zga tashlandi. Aleksandr Bolyevich, Suhrob Izzatov va Javohir Qahramonov zaxirada qoldi. Ollabergan Karimov, Jasurbek Jaloliddinov hamda Otabek Jo'raqo'ziyevlar dastlabki 11 talikka kiritildi. O'yin maydon egalari uchun ko'ngilsiz boshlandi. 13-daqiqada Grigol Chabradze jarohat olib maydonni tark etdi va uning o'rnini Samandar Shukurulayev egalladi. Uchrashuvni mehmonlar yuqori pressing bilan boshladilar va bu 29-daqiqada o'z samarasini berdi. Qizilqum himoyachisi to'pni darvozabonga oshirishda juda sust harakat qildi. Natijada to'pni Lyubchi Doriyev egallab oldi va uni posbon yonidan o'tkazib hisobni ochdi. Himoyachini aynan Doriyevning o'zi ta'qib qilgan edi. U oxirigacha kurashga bordi va natijada to'pni egallab oldi. Lyubchi odatda darvozabon bilan yuzma-yuz qolganda xato qilmaydi. Sog'diyona Sardori jamoasining ikkinchi golida ham faol ishtirok etdi. 41-daqiqada u Zargaroni uzatma bilan sherigini qulay vaziyatga chiqardi va Faysal Mulish ham to'pni posbon yonidan o'tkazib hisobdagi farqni oshirdi. Bu safargi hujum ham mezbonlarning to'p yo'qotishdan boshlandi. Maydon markazida to'pni egallab olgan jizzaxliklar tezkor qarshi hujum uyushtirdilar va yakunda ikki legionerning aniq harakati navbatdagi golga olib keldi. Tanaffusda ikkala jamoada ham bittadan o'zgarish amalga oshirildi. Rustamov Jigauriyni o'yindan olib uning o'rniga Ibrohimovni maydonga tushirdi. Ikkinchi bo'lim boshida esa himoyachi Bozorov o'rniga hujumchi Norxonovni o'yinga qo'shdi. Bu bilan sxema 3-5-2 ga o'zgardi. Bakayev esa Jaloliddinovni To'xtasinovga almashtirdi. Qizilqum bosimni kuchaytirdi. Sog'diyona esa qarshi hujumdan unumli foydalandi. 60-daqiqada Mulich to'pni havolatib jarima maydonchasi ichiga yetkazdi. Mezbon himoyachilar ko'ptokni bosh bilan darvozadan uzoqlashtirish o'rniga uni yana havoga ko'tardilar. Yakunda bu palapartchilikdan Otabek Jo'raqo'ziyev unumli foydalandi va aniq zarba bilan hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. Bu vaziyatda mezbon himoyachilarning harakatlari umuman tushunarsiz bo'ldi. Xuddi kimdir ularga bosh bilan voleybol o'ynash borasida ko'rsatma bergandek. Nihoyat 70-daqiqada navoiyliklar birinchi javob to'pini kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Diyor Rahmatullayev to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazdi va Samandar Shukurulayev boshi bilan uni darvozaga yo'naltirib, hisobdagi farqni qisqartirdi. Shundan so'ng murabbiylar so'nggi o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Qizilqumda Jumanqo'ziyev o'rniga Kenjayev maydonga tushgan bo'lsa, Sog'diyonada Doriyev, Jo'raqo'ziyev, Mulich va Soipov o'z o'rnini Qahramonov, Izzatov, Saidov hamda Erkinovga bo'shatib berdi. Uchrashuvning so'nggi 15 daqiqasi maydon egalari ustunligida o'tdi, lekin bo'rilar tartibli himoyalanishdi va ishonchli g'alabani saqlab qolishdi. Qizilqum qatorasiga 4-mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Ulug'bek Bakayev esa Sog'diyona boshqaruvida 3 o'yinda barcha natijalarni tatib ko'rdi. Durang, mag'lubiyat va nihoyat g'alaba. 7-turda faqat bir uchrashuv, Bunyodkor Neftchi to'qnashuvida bitta gol kiritildi. Qolgan barcha o'yinlarda 2 ta va undan ortiq. Bu yo'lga yirik hisoblar ko'paysa ham ajablanmaymiz. Boksning delardan yo'qotishsiz chiqish qiyin bo'ladi. E'tiboringizga musobaqa jadvali, to'purlar poygasi hamda keyingi tur anonsini havola etamiz.
Paxtakor va Neftchi jamoalari navbatdagi 3 ochkoniga qo'lga kiritishdi va qo'sh peshqadamlikni davom ettirmoqdalar. Sekin-asta sayqallashib borayotgan Navbahor 3-o'ringa ko'tarilib oldi. Chempionlik uchun kurash aynan shu 3 jamoa o'rtasida kechishi haqiqatga yaqinroq. Asosiy homiy O'zbek Neftigazga umid bilan qarayotgan Buxoro, Bunyodkor va Nasaf klublari qo'l ushlashib keyingi pog'onalarni egallab turishibdi. Mash'al antirekord o'rnatishda davom etmoqda. 7 o'yin, 7 mag'lubiyat, to'plar nisbati 2 ga 14. Navbahorni chempion qila olmagan, Metallurgni so'nggi o'rindan olib chiqa olmagan va Lokomotivni Pro Ligaga tushirib yuborgan Samvel Babayan sovrinli o'rinlar uchun kurashishni maqsad qilingan Andijonni 14-o'ringa tushirib ketdi. Yil g'alabasini nishonlagan Sog'diyona sekin-asta tepaga ko'tarilishni boshladi. To'purarlar poygasida 4 tadan gol urgan futbolchilar soni 4 taga yetdi. Paxtakor a'zosi Dostonbek Hamdamov, Neftchining xorvatiyalik legioneri Stipe Perica, Surxonning nigeriyalik hujumchisi Stefan Chinedu hamda 2-yoshligini o'tayotgan Temurxo'ja Abduxoliqov. Superligada tig'iz taqvim oyligi davom etadi va navbatdagi 8-tur bahslariga ertaga start beriladi. Turda markaziy uchrashuv maqomiga tortadigan bir emas 3 to'qnashuv bor. Neftchi Farg'onada Nasafni qabul qiladi. Garchi ajdarlar tarkibi kuchsizlangan bo'lsa-da, ular yo'lbarslarga jang taklif qilishlari shubhasiz. Paxtakor poytaxtda Abram boshchiligidagi Dinamoni qabul qiladi va bu bahs ham prinsipial ahamiyatga ega. Lokomotiv Navbahor uchrashuvi Toshkent viloyatining Do'stlik stadionida bo'lib o'tadi va musobaqa jadvalidagi o'rinlardan kelib chiqsak, ushbu bahs ham jangovar va murosasiz o'tishi kutilmoqda. Ushbu turda ham bitta vodiy derbisi o'tkazilib, unda yangi bosh murabbiy boshchiligidagi burgutlar Qo'qonga safar uyushtirishadi. Qolgan juftliklar OKMK Buxoro, Surxon Qizilqum, Mash'al Xorazm hamda Sog'diyona Bunyodkor. Mana aziz futbol muxlislari, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham nihoyasiga yetdi. Nasib qilsa siz azizlar bilan 21-aprel kuni diydorlashamiz hamda Superliga 8-tur bahslarini muhokama qilamiz. Ungacha xayr, doimo sog' bo'ling.